Emildash hemşiresining qiziga uylanish. Savol. Assalomu alaykum. Bir muslima ayol ochisining qizini emitgan bo'lsa, bu ayol ashu o'zi emitgan qizning qizini, ya'ni ochisining qiz nevrasini o'z o'g'liga elib bersa halol bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Nasab jihatdan haram bo'ladiganlar emildash jihatdan haram bo'ladi. Bunaga asosan u ayolning o'g'li bilan ochisining qizi emildash bir tuqqan bo'ladi. O'g'li ochisining nevrasining ona tarafdan tag'isi bo'ladi. Natijada ashu o'g'il bilan nevra qiz nikohlanolmaydi. Jabir ibn Zayd Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Hamzaning qizini nikohlarga olmamdilar deyilganda Rasululloh "O mening emildash qarindishimning qizi" degan. Urva rivoyat qiladi-ki, Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: Emildash tag'am kelib qishimga kirishga ijozat so'ragan edi. Men uning haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ijozat so'rmoqcha, uning kirishiga ijozat qilmayman deb turib oldim. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelganda, uningdan bu vaqtda so'rasam, Rasululloh: "U sizning tag'ingiz bo'ladi. Shunga uningga ijozat bering" dedi. Men: "Ya Rasululloh, amaliyotda meni ayol kishi emitgan. Bu odam emitmagan tursa" deb turib olsam, Rasululloh: "U tag'ingizdir. Qashingizga kiraversin" dedi. Bu bizga parda orqasida turib so'zlashish farz qilingandan keyin bo'lgan voqeadir. Tuqqanchilik jihatdan nikohlanish harom bo'lganlar emildash jihatdan harom bo'lib ketadi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 119-numurliq fatvo.